Xotin, nimanga ochgan Solih? Nima? Tushunmadim. Nima deyiladi ana bu? Xalta deyiladi. Ha, ana shuni och, men muhtirlar Solih. Jonimga tegdi, nimalar gapirding? Amsa. Bu daraxt hosilancha nima mosuling? Nimaga osilik? Nima bu uyda, nima? Shunga hosiling deyman. Turnik deyaptilar. Ha, turnik bu uyda. Telpagim daraxtga ilib qolgan, shuni olaman. Bacham, Ha, oldida. tualetda nima qilmagan uy topki? Onangimga. Bacham, men bu terazani tualetda nima qilaman? Ha? Aytma teshikda darmaligim. Tualetda nima bo'lmasligi mumkin? Ha? Ha, bo'ldi, tushundim. Bor onang ayt, onang olib kelsin. Ha. Sen umuman tushunmaysan gapni. Hozir men bu televizor bilan kino ko'raymi tualetda, nima qilay? Ha, nimaligini aytmayapsiz-ku, nima kerak sizga? Nima? Tualetda nima bo'lmasligi mumkin? Ha, men tushundim dada. Nima ekan? Tushun, hozir olib kelaman, bering. Ha, bu narsa olib. Mayli. Nima sallaman, izdivatsa qilyapsanlarmi? Aha, yo'q, bunday qilish sifati Ha? kerak deylar. Yo'qal ko'zima ko'rinma. Qaytib tualetga kirmayman.